Okamlar Yandexda xizmatda ekanlar. Ultima pozitsiyasi Leapmotor Sinol bir avtomobilni olib keldilar. Kerak bo'layotgan narsa nima okamlarga? Xo'p, navigatordan qiynalyapmandilar. Keyin mijozlar uchun YouTube shunga o'xshagan narsalarni ham ishlatib bering dedilar. Xudo xolisa to'liq birinchi rusifikatsiya qildik, ruslashtirdik. Monitorlar va nastroykalari bilan hammasi rus tiliga o'tkazilgan. Undan keyin kerakli bo'lgan prilojenlar hammasini sinfga qilib berganmiz. Hammasi joy-joyi o'rni-o'rnida ishlab turibdi. O'ng tomondagi monitorida mana hozir YouTube'lari premium varianti ishlab turibdi. Bu mijozlar uchun qulaylik yaratadi. Yana bir qancha prilojenlar bor, xohlaganligini ishlatib turishadi. Главный ekranda okamlar o'zlari endi xizmatda bo'lganlaridan keyin radar kerak bo'ladi, kontrkam, hop Yandex Muzika, Yandex Navigator, eng kerakli hamsi Yandex Pro'ni ham ustunovka qilib qo'yganmiz. Hammasi joy-joyi o'rni-o'rnida ishlaydi. Aloqaga chiqaverasizlar, sizlarda ham Leapmotor avtomobillari bo'lsa, bemalol bizga maksimum murojaat qilasizlar. Ishlarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Okamlar xizmatdaman, ko'chadaman dedilar. Yetgan joylariga borib ishlarni bitirib berdik.